Ko'zlarimiz ko'rib turgan ranglar issiq, sovuq va mo'tadil, ya'ni neytral ranglarga bo'linadi. Issiq ranglarga qizil, sariq, oranjiviy ranglar, sovuq ranglarga esa ko'k, yashil, fioletoviy ranglar kiradi. Neytral ranglarga korичневый. Korичневийning hamma turlari to'q jigarrangdan och bejeviygacha bo'linadi. Sovuq ranglar issiq ranglar bilan kelisha olmaydi. Sovuq ranglar bilan ham kelisha olmaydi. Issiq ranglar bilan yaxshi kelishib ketadi. Endi bu kelishmaslik o'ng emas, ammo o'ng ko'rgan tush bo'lishi mumkin. Tush aslo o'ng bo'lmas. Kelishmasligi haqida aytadigan bo'lsam, istagan yangi rangingizni mana shu kelishmaydigan ranglardan yasasangiz o'xshamaydi. Yo yashilga yoki kulrangga aylanib qoladi. Yokida allambalo rang paydo bo'ladi. Kelishadigan va kelishmaydigan ranglar haqidagi chuqur bilimni Meni ranglar matematikasi onlayn va offlayn kurslarimdan olishingiz mumkin. Soch koloristikasidan yuqori daromad qilmoqchi bo'lganlarni kurslarimga taklif qilaman. Ko'zlarimiz ko'rib turgan ranglar issiq, sovuq va mo'tadil, ya'ni neytral ranglarga bo'linadi. Issiq ranglarga qizil, sariq, oranjiviy ranglar, sovuq ranglarga esa ko'k, yashil, fioletoviy ranglar kiradi. Neytral ranglarga korичневый. Korичневийning hamma turlari to'q jigarrangdan och bejeviygacha bo'linadi. Sovuq ranglar issiq ranglar bilan kelisha olmaydi. Sovuq ranglar bilan ham kelisha olmaydi. Issiq ranglar bilan yaxshi kelishib ketadi. Endi bu kelishmaslik o'ng emas, ammo o'ng ko'rgan tush bo'lishi mumkin. Tush aslo o'ng bo'lmas. Kelishmasligi haqida aytadigan bo'lsam, istagan yangi rangingizni mana shu kelishmaydigan ranglardan yasasangiz o'xshamaydi. Yo yashilga yoki kulrangga aylanib qoladi. Yokida allambalo rang paydo bo'ladi. Kelishadigan va kelishmaydigan ranglar haqidagi chuqur bilimni Meni ranglar matematikasi onlayn va offlayn kurslarimdan olishingiz mumkin. Soch koloristikasidan yuqori daromad qilmoqchi bo'lganlarni kurslarimga taklif qilaman.